Assalomu alaykum akalar, ukalar, chorva ishqibozlar, akalar. Qo'ylarni zo'rlarni olib kelib qo'ydik. Mana qaranglar, mana o'ta sifatli hisor qo'zlarni olib bir ikkita arashanlari ham bor. Akalar, zo'ridan so'raganlarga qo'zlarni o'ta arzonidan olib kelib qo'ydik. Telefon qilaverasizlar. Bugun 28-aprel bo'lyapti. Hafta kuniga nima bo'ladi? Seshanba bo'lyapti. Andijon viloyati Shahrixon tumanida. Bu qo'ylarni qaranglar. Qulog'i tumshug'i yetadi akalar mana. Zo'ridan so'raganlarga 20 bosh, 12 bosh so'liq, 8 bosh qo'chqar akalar. Hozir mano deb ajrata olmayman. Balki mano qo'chqar, mano so'liqda shunaqa endi. 8 boshi qo'chqar, 12 bosh so'liq akalar. Yosh oliylari 4 oylikdan 1,5 oylikgacha. Mana ular 1 oylikdan o'tganda, mana shular. Sifatni ko'ryapsizlarmi? Qaranglar. Zo'ran so'raganlarga mana. Katta kichik aralash bitta joyga olaman 20 tane deganlarga akalar 3,5 milliondan emas. 3,5 milliondan emas. Bir dona kichkinasi bor xolos mana. Ko'rib turibsizlar mana katta. Mana ular ham katta. Mana akalar. Hammasini ko'ryapsizlar a? Hammasi paroda yaxshi qo'ydi bolalar akalar. 20 boshda bir joyga olaman uka deydiganlarga 3,5 million emas. 2 million 700 ming so'mdan bo'lsa bir joyga dastlabkasi ham vodiy bo'ylab ketaveradi akalar. Bir 6 ta kattasi bor. Shunaqa gaplar mana. Mashq qo'ylarda xullas akalar. Hammasi o'tga kirgan sutemga qo'zlar emas. Shularga ham e'tibor beringlar akalar. 2 million 700 mingdan ketaveradi vodiy bo'ylab. Endi uchidan tanlab olaman deydiganlarga ichidan endi tanlab olaman deydiganlarga 3,5 milliondan tanlab olaveringlar akalar. 3,5 milliondan tanlab olaveringlar, 2,5 milliondan biz tanlab beraveramiz. 2,5 milliondan. Ya'ni gaplashamiz akalar. Telefon qilinglar, gaplashamiz hammasini. 3,5 milliondan 2,5 milliongacha qo'y bor. Qo'y o'zi olsanglar 27 dan ketaveradi. Mana qaranglar ular. Mana shular 3,5 millionlik qo'y. Mana shu eng katta qo'ydan qimmat mana shu qo'ylar akalar. O'z sifatini tushungan odam biladi. Mana shular eng katta qo'ylardan ham qimmat mana qo'ylar. Akalar. Telefon qilaverasizlar, gaplashamiz.